Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga juda ham ko'p tushadigan savol, ya'ni soch ektirish bilan soch yopishtirish, protez sochning nima farqi borligini tushuntirib o'taman. Birinchi soch ekishdan boshlaymiz. O'rtoqlar, birinchi o'rinda qanchalik og'irligini shunchaki tasavvur qilib ko'ring. Operatsiya naqd 3 soat, 4 soat davom etishi mumkin va buning uchun siz sochingizni kalga olishga ham tayyor bo'ladi. Bu degani soch chiqish muddatini 6 oydan 1 yilgacha kechiktiradi. Operatsiya taxminan shunaqa bo'ladi. Videoda ko'rishingiz mumkin, birinchi sochni ekib va sug'urib chiqishadi. Ba'zisi soch bilan birga chiqishi ham mumkin, ya'ni o'xshamasligi mumkin. Aytgancha, kelinglar sizlarga o'xshamagan operatsiyalarni ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizda birinchi holat, ya'ni ekilgandan keyin va undan qolgan juda ham katta iz va o'xshamagan operatsiya va ba'zida siz kutgan natijani umuman bermasligi ham mumkin, ya'ni shunaqa ko'rinishda. Unda protez soch qanaqa bo'ladi deysizlarmi? Kelinglar, buni ham gaplashib o'tamiz. Protez soch o'zi qachon paydo bo'ldi? O'zbekistonga qanaqa bu trend bo'lib ketdi? Nimasi bilan qulay degan savollarga hozir men sizlarga podrobniy tushuntirib o'taman. Protez sochchi eng muhimi sog'liqqa umuman zarari yo'q. Buni katta ham kichik ham qo'ysa bo'ladi va juda ham tez bitishi uchun odamlarga juda ham yoqib tushdi. Ya'ni kelasiz 1 soat yoki 2 soatda sochli bo'lib qolasiz. Avvaliga boshda to'kilgan sochlarni to'liq olib tashaladi va keyinchalik to'kilish mumkin bo'lgan sochlargacha olib tashlab, shunchaki protez sochga o'rnatib qo'yiladi va rezultatni ko'rishingiz mumkin. Biriga bir chiqqan, hech kim sezmaydi. Sezilmasligigacha 100% garantiyamiz ham bor. Har tarafdan ko'rishingiz mumkin. Sochchi siz sochingiz rangiga, strukturasiga moslab tanlab qo'yib beramiz. Razmerlarni ham aynan sizni boshingiz uchun mo'ljallab chiqazilgan. Aytgancha, sog'liqqa zarari yo'q deganimiz sababi katta yoshliklar ko'pincha jarrohlikdan qo'rqishgani uchun, yo bo'lmasam tanalarga yoqmagani uchun, reaksiya berib o'rgani uchun ko'pincha operatsiyadan qo'rqishadi. O'shaning uchun protez soch juda ham udobli. Shunchaki boshga yopishtirib qo'yiladi va 1 oy bemalol turadi. Rezultati vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Xohlagan payt olib qo'yib, xohlagan payt taqib yurishingiz ham mumkin. Asosan 3 yilgacha bemalol ishlatasiz. Maza qilib, suvda, baseynda cho'milsangiz ham bo'ladi. Bemalol orasidan havo o'tib turadi. Eng muhimi suv ham o'tadi, ya'ni cho'milsangiz boshingizga bemalol suv tegib turadi. Qo'shilishlari birga bir bo'ladi. O'zingiz qanaqa oldingi procheskada yurgan bo'lsangiz, shunaqa qilib qo'yamiz. To'la ma'lumot yetarli bo'ldi deb o'ylayman sizlarga. Agar shuni olgan bo'lsanglar, ikkalasini farqini, agar siz protez soch qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, menga aloqa chiqishingiz mumkin. Vodiyda Namanganda biz ishxonamiz, filiali yo'q. Faqat Namanganda bitta ishxonamiz bor. Telefon nomerimiz 24 soat yoniq bo'ladi. Xohlagan payt telefon qilishingiz mumkin. Aytgancha, konsultatsiya olish bepul. Sizlarga maslahat berish, narxlarga keladigan bo'lsak, nima uchun narx aytmaymiz? Chunki soch to'kilgan hajmiga qarab turib narx chiqazib beramiz. Kimdirda oz to'kilsa arzonroq, kimdadir ko'proq to'kilgan bo'lsa narxi o'zgarib qimmatroq chiqishi mumkin. O'shaning uchun bitta aniq narx yozib keta olmaymiz jigarlar. Sartaroshlarga ham murojaatimiz, agar kley, skoch yoki protez soch qo'ymoqchi bo'lsanglar, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizda optim narxda arzon qilib beramiz. Avstraliyadan to'g'ri keladigan hamma tovarlari original va sifatli. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Nafaqat O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiyaga ham dastavka qilib chiqazib beramiz. Dastavkasi besplatni, xavotir olmanglar jigarlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bizda juda ham katta yangiliklar bor. Konsultatsiya olishlar bepul, hammasi sizlar uchun chegirma qilib tashlaganmiz, to'g'risi. Faqat telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar.